Har qanday davlat o'z kelajagini unib o'sib kelayotgan yoshlar timsolida tasavvur etadi. Shu bois yangi O'zbekistonning yoshlarga oid davlat siyosati yurtning buguni va ertangi kuni taqdirini belgilovchi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur olimpiada o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularning iqtidor va salohiyatini aniqlash, mahalliy hamda xalqaro olimpiadalarga tayyorlash, shuningdek yoshlarning bilim va intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. Qo'shtepa tumani umumta'lim maktablarining 4-6 sinf o'quvchilari o'rtasida hokim olimpiadasi bo'lib o'tdi. Qo'shtepa tumanidagi 50 ta umumta'lim maktablarini iqtidorli o'quvchilariga hokim olimpiadasi tashkil etilmoqda. Har yili Qo'shtepa tumanida Qo'shtepa tuman hokimining tashabbusiga asosan tumandagi iqtidorli, bilimli o'quvchilarni aniqlash maqsadida hokim olimpiadasi o'tkaziladi va bugun yil yakuniga ko'ra tumandagi eng iqtidorli hamda bilimli o'quvchini aniqlash maqsadida hokim olimpiadasini tashkil etmoqdamiz. Birinchi bosqichi umumta'lim maktablarida o'tkazilgan bo'lib, bunda matematika hamda ingliz tili fanidan, saynis fanlaridan olimpiadalar umumta'lim maktablarida o'tkazildi va g'olib o'quvchilar, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olgan o'quvchilar bugun mana shu yerga yakuniy bosqichga yig'ilishdi. Maqsad Prezidentimiz iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash asosidagi chiqargan farmoyishlarga asosan tumanning eng iqtidorli va bilimli o'quvchisini aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shunday fan olimpiadalari o'tkazilmoqda. Ta'kidlash joiz, o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol qilib tarbiyalash, ularning ma'naviyatini yuksaltirish borasidagi ishlardan kutilayotgan natijalar katta. Yuksak ma'naviyatli, o'zining mustaqil fikriga ega, zamonaviy bilim va texnologiyalarni o'zlashtirishga qodir barkamol avlodni tarbiyalash masalasi mustaqil davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad yurtimiz kelajagi uchun munosib vorislarni tayyorlash iborat.